Afroz qarindoshlar, bugun Şinjan televiziya stansiyasi Mashrab programmasining qadimi otishga yetdi. Bugun yurtimizdagi har bir jon, har bir tupgiyoh otishning tog'lari, bog'lari, yo'llari jahannam oldi paydo bo'lib, boshqa yurtdagi yori do'stlarga salom berdi. Yurtimiz otish bag'rida bugun mashrab qaynaydi. Ro'za haytinglarga muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Tağu taşlıq zimində qavunaq hayat bərpa qıb kelyatqan, icil inaq yaşab kelyatqan atuş xalqi. Assalomu alaykum. Zamanlardan tilqilinib kelyatqan aziz makan atuş. Mana bugun partiya qurulganligining 95 yilligi tabriklanayotgan ushbu xo'jalik kunlarda atuş diyarda turib har qaysi yurtdagi qarindoshlarımızga, shundaqla ekran oldidagi qarindoshlarımızga, mana tövəndə o'tgan barliq Mashrab akliga Kamil Mirshabdan oyamlik salom, oliy iqtiro. Assalomu alaykum. Bardam atilani, diyonatlik qiz analarni otiraydi qilgan. İzchilar, karvonlar, nochilarning yurti, yangi ma'arifning beshiga bardam otish. Bugun men bag'ringga qomuslaringni varaqlay deb keldim. Qiz analar bilan ham suhbat quray deb keldim. Aziz makan otishdagi qarindoshlarim, ekran oldidagi barcha mashrab ko'rilmanlari, hammamizning ro'za hayitimizga muborak bo'lsin. Albatta bugun biz atuş to'g'risida so'zlaymiz. Rivoyatlarini so'zlaymiz. Albatta buningga bugungi mashrabimizningki ham shundaqla mushu yurtda hurmatga sazovar, mushu mashrabda yigit beshi bo'lsa bo'ladi deb loyiq ko'rgan bizningki talantli shoirimiz, adabiy tarjimon, tarixiy madaniyat tadqiqotchisi Nasrulloh Oblat yigit beshining boshchiligida bu so'zlarni deb o'tamiz. Assalomu alaykum, ana yurtimizdagi qadrli xalqim. Ro'za hayitimizga muborak bo'lsin. Bugun Uyg'ur yangi ma'rifining beshki bo'lgan faxrlik yurtimiz Atush katta mashrabning sohibxoni bo'lib, bizga yurtimizning ta'rifini qilish uchun fursat, imkon beribdi. Shu topda jahannam orqali Atush mashrabini ko'rayotgan yurtimizning xizmat, o'g'inish, savdo, tijorat munosabati bilan ayrilg'ili uzoq bo'lgan yurtdoshlarimiz, chegara sirtlik vatandoshlarimiz cho'nqur seg'inish, hayojon ichida ana yurtiga talpingan, zoriqqan bo'lsa, biz yurtimizdan mashrab chayni ularga usuzlik sifatida sunaylik. Atush yashnayotgan barliq farzandlarga mashrab maktab sifatida yurak malham ham iftixorlik tuyg'u baxsh etgay. Mashrabimiz davlat arbobi, dramaturg, shoir, yozuvchi marhum Sayfiddin Aziz apandi misrollari bilan boshlangan. Yurtdoshlar, yiroq yaqindan kelgan mehmonlar, do'stlar, Atushning saroy to'ridan o'rin olg'ay. Rahmat, bejonidan o'rindaymiz. Qanamisa ma'rifat yurti Atushda katta mashrab boshlan. Azizona diyorimni ziyorat qilg'ili keldim. Benim tamgan makanimni ziyorat qilg'ili keldim. Onam oqsut bir boqdan, otamdan kız bilen baqqan, otamdan
Orada kent bala Harapan taxtı bu qaşqa Tavap bilan qadim joyni ziyorat qilg'ili keldi. Gitti tuttu diyarlarım, quyosh nuri qochimdirdi, quyosh nuri qochimdirdi. Gülistan bir makanımni ziyorat qilg'ili keldim, ziyorat qilg'ili keldim. Sultan Şeydası Uygurlar kuruldu tazyiqi meşrep. İslam'ın samasını ziyaret qilg'ili keldi. İslam'ın samasını ziyaret qilg'ili keldim, ziyaret qilg'ili keldim. Saman kuşları əzizi, eyligin pərvan saman şirek. Saman şirek. Bigil tükrəgi bayramlı, bayanat qılgılı geldim, bayanat qılgılı geldim. Bigil tükrəgi bayramlı, bayanat qılgılı geldim, bayanat qılgılı geldim. Biz atış farzandlari azaldan yurtimizning Sultan Suxburaxon yurti, ilim irfan yurti, so'z tijorat yurti, Uyg'ur futbolchiligidagi boshlamchilar yurti, tarixdan buyon o't yuraklar yurti bo'lganligidan faxrlanib kelyapmiz. Biz yana buningdan 100 necha yil burunla sanoat gudukini yangritib o'tgan ak hukumatlarning yurt ma'rif uchun qilgan ish izlari, Abdüqadir Damallamdek vatanparvar zatlarning natijalari, xalqni jaholatdan uyg'otish uchun hayotini taqdim qilgan atish o'g'lonlarimizdan Mamtil Efendi boshchiligidagi ustozlarimizning hikoyalari, Abdushukur Muhammad Imindek fazil olimlarimizning töhfelerini balllarımızga so'zlab, engi singdirib berishga odatlanganmiz. Chunki atish ruhini tushunish, bilish, avlodlarga singdirish uchun atishda yashab o'tgan, yurtimizda ahli jonga tuntuvatgan mardallarni har vaqt eslab turish to'limi ta'xirsiz ishdir. Rahmat, hurmatli yigitlar. Demak, atishliqlarda mana shunday ta'lim, tarbiya bo'lg'achqa, shunday bir aqida shakllangan. U bo'lsa-mu, atishliqlar bunda deydi ekan. Mangan avliya, yotgan mumiya deb. Demak, mana bu so'zning o'zidilla biz atish xalqininki tirishchanlik, harakatchanlikni o'zining qin-qiniga singdirayotganligini bilalaymiz. Rasitsiz Mirshab Begim, demisimi davamlıq tırışıp algı intilip durduğan herketçan kişilerinin rızık nesiyüsü köp boludu. Mana bugünkidek rıqabet keskin zamanda atış kişilerinin dünyanın her qaysı jaylarida yaşat ketelişi de, atıştın çıkan karxançılarının köp boluşida mundaq bir haqiqat var. O bolsumu, bosoğa atlap tevekkülçülükten çıkan her qandaq atış kişilerinin ruhida tırışçanlık her vakit niyetlerge hemra, seferlerge hemra.
Xo'sh, hurmatli Mashrab akli, endi Atush shahrining shahar boshlig'i Abubakri Mamtumin apandini bir so'zga taklif qilamiz. Assalomu alaykum, Mashrab ahli. Men oldi bilan Atush shaharlik partkom, xalq hukumati va shaharimizdagi 280 ming har millat xalq ommasiga vakolatan bugungi ma'rifat yurtida Mashrabga qatnashish uchun kelgan mehmonlarni, do'stlarni, har soha zotlarni qizg'in qarshi olaman. Bugungi Mashrab partiyamiz qurilganligining 95 yilligini tabriklayotgan har millat qarindoshlar Ro'za hayitini qutlaqlayotgan xushal paytlarda yurtimizda o'tkazilyotdi. Atush xalqi tarixdan buyon nachar tabiiy sharoit bilan kurash qilish jarayonida tirishchanlik, raqobat engini, yangilik yaratish ruhini, mehmon do'stlik, chiqishqoqlik xarakterini, ma'arif va savdo tijorat orqali o'zini kuchlantirish an'anasini yetildirgan. Markazning Xinjiang xizmati suhbat yig'indan buyon shahrimiz, markaz, Abnum rayon va oblastlik partkom xalq hukumatining ko'rsatmalarini qat'iy izchillashtirish natijasida navbatda shijoatlik, ilm xumar Atush xalqi yangi boshdan ruhlandi. Shahar yezilarining qiyofatida zo'r o'zgarishlar hosil bo'ldi. Bugungi Mashrab programmasi orqali men Atush ro'yining haqiqiy namoyon bo'lishini umid qilaman. Assalomu alaykum Mirshab aka. Va alaykum assalom, obdan yigit. Qanday ahvolimiz? Yaxshi. Men bir az ish bilan chiqib qoldim. Xo'sh, qani arz bo'lsa anglaymiz. Bir noch po etib chiqib qoldi aramizda. Gap so'zlari chekdan bekishib ketdi. Jazolash bam yo'q a pochini va xalqning g'azabi qaynab teshib ketdi. Bu pochi deydi, mening o'pkam nayt saqlam. Men mashinaning chaqiga og'zim bilan yel urib itiman deb potdi. Hoy desam unimay qasam ishit bordi. Mashinaning chaqiga? Ha? U. To'xtatdi, manda po'asa bo'lmaydi. Chaqira, bir chaqira. Ana, o'zim kelyapti. Assalomu alaykum Mashrab ahli. Assalomu alaykum Mirshab begim. Atush o'g'li Hamid O'shirdan salom, oliy ehtirom. Va alaykum assalom. Atush o'g'li. Mirshab begim, men po otmadim. Qasam ishmidim. Erkakning har bir degan so'zi qasam barobar. To'g'ri. Men o'zimning mahoratim orqali Mashrab ahliga po otqa otqanimni isbotlab bersam, ijozatlab bo'lsa. Va albatta ijozat bo'ladi. Anda bo'lsa shu martim bilan bir o'zingni isbotla. Qolgan gapni biz shu vaqt deyishaylikmi? Va boshlandi. Va biz Mashrab akli, ma ko'rib boqmagan bir karomatga ma. Qani, savodlarimiz bo'lsa Mashrab akli, madad beraylik yigitimizga, Hamid yigitimizga madad. Mashqimiz qiladi-da. Kaç. Atmagan. Yo'q. To'g'ri po atmabdi. Po atmabdi. Ko'rdingmi mahoratni? Yaraysa. Yigit. Mana. Buningni men ko'rvaqildi, mana Atush ro'yini mana. Barakalloh yigit. Rahmat Mashrab akliga, Mashqni bo'yam bo'libdi. Ya, mana. Mana qara, o'zi. Bu davomli kuylatdi. Bu rad chaqlaydi ekan nima? Voy! Nima ishchib, endi mushta kuchli bo'lganda deyman-da buni. Albatta Mirshab begim. Atushning non tuzini yeb, suyini ichib, yurt cho'nglarininki ota-onamning yaxshi tarbiyalashi bilan, o'zimning tirishishim bilan, ustozlarimning yaxshi yetakchilishi bilan mana shu mahoratga ega bo'ldik. Mirshab begim. Rahmat. Haqiqiy so'zni qildim. Rahmat sana. Xo'sh. Mirshab begim, ijozatlar bo'lsa, ozroq iltimosim bor edi. Qani, marhamat. İştaçıdaki merdane yigitlerimiz katta dasturxon hazırlab, mehmonlarimizning yo'li qarab qoldi. Mashrab ahli bilan yigit peshiniga mayli bormikin? ishtarchi Atush naqshlarining yana bir bo'liqi. Ko'ngli tartqanlar berib, mehmon bo'lib kelayli. Sohibxonning ko'ngli qaytmayli.
Yakşa okumay desem oku deydu det yaman. Oku deydu det yaman. Şal oynap jürey desem gep tapıydu het yaman. Gep tapıydu het yaman. Det kile bana kile adet kegenni kim bile. Det kegenni kim bile. İkimizden adetini yaratan igen bile. Yaratan igen bile. Yaratan igen bile. Yaratan igen bile. Alma pişti, yerge düştü, yerge düştü. Kanda gitmen könlüm düştü. Kanda gitmen könlüm düştü. Çuğunu yandırıp, utunu yandırıp, utunu yandırıp. Bir vapalığa gönül aldırıp, bir vapalığa gönül aldırıp. Atlık beripmen, yandı piyade, yandı piyade. Gelirmez takdir irade. Gelirmez takdir irade. Bu etiz morang morang, bu etiz morang morang, bu etiz morang morang. Şiregimni köydürdü, bu duygulik sevdiren. Şiregimni köydürdü, bu duygulik sevdiren. Aydek yüzünüz, çolpan yüzünüz, çolpan yüzünüz. Arınıyra kılgan yüzünüz, arınıyra kılgan yüzünüz. Ülmem bu kişi, köymem bu kişi, köymem bu kişi. Köyge yarını söymem bu kişi. Köyge yarını söymem bu kişi. Üstten boyu kaş, çapsaptaki taş, çapsaptaki taş. Ecep derdinli battım kara kaş. Ecep derdinli tattım kara kaş. Şuğunu yandırıp, utunu yandırıp, utunu yandırıp. Bir vapalığa gönül aldırıp, bir vapalığa gönül aldırıp, bir vapalığa gönül aldırıp. Siz aldınız mı Furkan bunu? Siz hammamizning uyda mashrab bo'lsin degachga, men sotib oldim-ku. Yaxshi bo'pti, yaxshi bo'pti. Meşrep? Ha, Meşrep. Sizin uyunuz liqqida Meşrep qo'yar aka.
Sizin oyunuzda meşrep olsun uka. Ma'qul, ma'qul. Hemmimizin oyda meşrep olsun. Bir istiltam boşundaq yeni ara Özgece kokusu yeni ara Her sen kanıtlar şatlana şu an Şunçaymış şirin Duygular yeni ara Özgece şirinten Lezzetten yeni ara İçelim içimiz şatlığı dolsun Özgücü şiirin ten yeni aral kokus aksılı içimdeki. Bakka girip, şaka çıkıp, Allah düzüp şerbet çıkıp, desem çıktık, ünne bilen, şifaklar canğa tıkıp, bennin şifası Yemiran şart şart şerbeti. şerbeti. Naq yurakka barıdı. Voy, o'ltirib ketibsizlar ku, aptab sinib. Oltamay qanda qilamiz. O dukan ichilgandan beri bizga qiladigan ish yo'q. Shunda mahsulotlarini ajoyib puxta, yaxshi yosimtibdi desa, yo par buzilmagan, yo turbi buzilmagan. Yuqori hunar san'at va muhit asrash bir gavda qilingan po'lat alyumin va saf alyumindan yasalgan parla. Chet elning ilg'or texnikasi va materiallari ishlatilgan turbi mahsulotlari. A'lo mulozimat va xotirjam tuyg'u Hausterda. Hauster. Gülgün hayatınızın yaşlık istekleri yandaş, şiirin zoku çömülgen muhabbetlik asnalarınızda el-zok kiyimleri salahiyetinizin duvatçısı sütüde sizni elge tonuk olsun. Yaşlıklı sırdaş, krallık devrigi seferdaş, el-zok kiyimleri. Assalomu alaykum anasi. Eytingizga muborak bo'lsin. Ana, eytingizga muborak bo'lsin Mana biz ayrılgılı bir yıl boptu. Bulturmuş gündü biz. Eyt kuşallıqı jül boğan. Men siz ağan eytlik soğunu siz bizden inak ailemiz bosulu boldu. Dep anamık soğuyğantınız. Hey, taqdir qismet acayip buldu ki. Bazılar hayatlıqta bəxtlik turmuşun damlaştıramay ayrıldı ki. Bizdeklerine taqdir ayrıydı ki. Canım ana, bilemsiz, siz yok. Bicara adam bizni bakıman deb bek japa tatdi. Ondaq demə kızım. Mən bir ömür japa çeksem mi? Anağlarının bir günlük ecrini qaytırıp bulanmayım. Anası, siz hakikaten kuyumcan ayal idiniz. Men ticaret kıysam, siz mi öyde oturup birli ticaret kılattınız. Vallahi mektepte okusa, birli okuytunuz. Ulan imtihan verse, birli imtihan verettiniz anası. Eras, anası, siz devamlık bana başkaları yardım verişini, yaxşı iş kılışını, qilgan yaxshi ishini obro'y uchun, shon shuhrat uchun emas, balki haqiqiy insonparvarlik uchun qilishni, o'ng qo'l berganni so'l qo'l uqmasligini tavsiya qilatdingiz. Men sizning osh nazara, yil nazaringizga ketadigan xarajatni muarifga yordam qildim. Yana ota onasiz qolgan 5 bolaning oliy maktab, hatta aspirantlikni bitirgüçü bo'lgan barliq chiqimini ustimga oldim. Siz cho'qim xush bo'ldingiz, ha anasi. Elvida. Dada, ana, eytinglar mübarek bo'lsin. Rahmet kızım, rahmet. Birgi olsun. Yaşap keldik 30 yıl bir yastıkka baş koyup, eytinglarga mübarek,
Tebrikleymen koy suyup, tebrikleymen koy suyup. Tigil boldi köңлеңiz, behajatdır bizge koy. İcilina kösekla, kunde bayram kunde toy. Voy, bo'ldi qilingay, bo'ldi, gapingizni anglamayman. Voy, qo'yingay, bo'ldi, qo'yingay qo'lamni. Bo'ldi qildim, bo'ldi. Men bir yo'g'on bir erkishtir bir anamga bir. Nima? Kishi? Archaqlima o'zingni. Erkakliking mo'chaqliq. Erkakliking mo'chaqliq. O'zi kapsan annanga, manga faqat bir yog'liq. O'zi kapsan annanga, manga faqat bir yog'liq. Vatıldım ma hey vat. Hakanlı sani mesef. Vatıldım ma hey vat. Hakanlı sani mesef. Nereden keldi ma ayem. Nime elem nime dert. Voy, kechgacha onamla degan. Qayla üzerine gibin deveme, men sana gap kılavatımən deyme. Ak süt vergen anamga. Berginim bir üzük. Kayturmisam mecrini. Ülüp ketkinim tüzük. Kayturmisam mecrini. Ülüp ketkinim tüzük. Ay hay balam, ay balam. Ama sen kimli al diyene. Ata anam aldın ya. Hemen kılmaz bağlı diyene. Ata anam aldın ya. Hemen kılmaz bağlı diyene. Bu dünyada gelmedi ulu hata anemi. Anda kızı yüzege yandırdı balınız yandırdı balınız. Eras, akşam ana kapımıgan da. Yaqay men tushundirib deb qo'ydim. Shunday mi? Qarab bugun ro'za etgan seni bir mehmon qilay deyman go. Rasmo, ajab yaxshi. Nimiga degina bir. Gango yeb qilaylik. Gango? Quruq qozon qovurmiz-chu. Ya, ashdan qattiq pezim vajma seniki. Paq. O nimanch umoq chiroyli chiqib ketding deyman bugun. Ancha emas-ku. Voy, tura seni bir xotir rasm bir tatib qo'yib bugun ey to'g'an dekin. Uy, bek chiroyli chiqibdi. Ham ishkelim bir yiqiroq turib bir xotir surat tushini. Malimizde kız tola. Hepti valdim tüzükne. Hepti valdim tüzükne. Kaynanamnem heytiga. Setti valdim yüzüknem. Kaynanamnem heytiga. Setti valdim yüzüknem. Yol bulsam ben sizge ananız kızıdek karamur. Kıyne kaldım etmezdim kıynanamga yaramur. Kıynanamga yaramur. Atana birinir. Derken biz vay balam. Derken biz vay balam. Varlık uluk cemaat. Eğitimizlerga salam darey mübarek. Eras, jurga cho'nlarni yo'qlab kelaylik. Besh to'g'ri dedingiz juma. Mana shunda qilaylik. Jurga, bilib boraylik. Assalomu alaykum bolalarım. Voy, va alaykum assalom. Cho'ngdada qanday ahvolingiz? Oyingiz muborak bo'lsin. Rahmat bolam, rahmat.
Assalamu çoğana. Ayımızga mübarek bolsun. Birgi bolsun, kızım, birgi bolsun. Mana mushundaq ulug'ay ulug' kunlarda cho'nglarni yo'qlash farzandlarning burchi ballarim. Hoy ballarim, barliq el jamoatning ro'zayini bir muboraklab qo'ymaylimi? Voy, shundoq qilayli. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. El jamoat mitinglarida muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Turmushinglar xotirjamdan salomat bo'lsin. Turmushinglar xotirjamdan salomat bo'lsin. Bugün meşrep diyarımızda, köngül çiği piyalimizda. Körüp gitin kanaat nuri, parlap kessin çırayınızda. Sözlep versem ağutuş hakkıda, cennetteysiz hayalınızda. Çakmaktaydı namini, pakiz onun armini. Üstün atuş bu dostla, merifetnin hamini. Akka musabay, elip meşel kuliga. Nur taratkan makan bu, büyük karvan yoliga. Pervazisi peleknin, muşu yurtun beşida. Bardur dalay sir hikmet, onun her dal peşida. Köypetçimde bir joy var, anlayanı körgenni, içip bulaq söyledin, huzurini sürgenni, huzurini sürgenni. Ağı degen bu yurtning seherlik taqdiğimi, seylik aqneri dağnıq, taaneri teğimi. Başlap baray kelsiniz, birdem fursat verseniz, anlap bunda hikaye, kalmaz dılda derdiniz. Kattaylaqның xalqi, Uşaq-çaqdır əzəldən. Kelsin o həm beşiğə, ayrılmaydı xəzəldən. Mihmanğa kən dasbini, iş əmgəkdə pəmi var. Şorluq demən yerini, xuy pəylinin təmi var. Alvallanın yurti bu, armallanın yurti bu. Şidanlık şəşəgə, atlallanın yurti bu. Muğsaqның bağrıda, yada taxtalası, munaqisi anari, can qiyğanның dağası. Suntaqa taqiqin jay, Qoңсолida baziri, yatar meşet qoynida, Sultan Sutuq naziri, Sultan Sutuq naziri. Panjiri şeker şirin, azğan bilen tijenning, hikmeti köp dostlarım, şaxtın ötüp yegenni. Atışmanla şundaq jay, yigitleri merdanet. Köp ro'yi bo'lg'achqa, bosgan nesi nurane. Ticaretde yol tapdi, şunga aval pul tapdi. Sahavetde saadet, usul tapdi, mul tapdi. Bo'lg'ach bezli himmetli, el yurtni qubul tapdi. Atışta, perzentlerini okutuşta, ilimlik kılışta
ota başlamçı bolsa, ana haydakçı bolgan. Şuna beşimiz kelgan her türlük egir kunlarni yengib keterligen kishilarimiz. Analarimiz tarbiyasi bilan bizga yurtvozlikni emas, yurt suyishni o'rgatgan. Otalarimiz amaliy harakati bilan millatchilikni emas, millat suyishni o'rgatgan. Bizniki yuqori ong nerdan kelgan desa, biz faxrlanib turib, ma'rifni tashabbus qilgan yuksak ruhimizdan kelgan deb javob beramiz. Assalomu alaykum ana, men. Voy canım balam, sen nerede? Tuzlukma, selamet doğdunma? Tijliq obdan to'dim uzangcho ana. Men mi yaxshi balam, yaxshi. Aslimiş ayamda bo'lsam uyga bora olayman deb o'ylab ekanman. Lekin yana boramay qoldim. Oldingda baxijilman ana. Sana nasihatim balam. Meyli nerede bol? Eslanı unutma. Züt melik oyunu unutma. Nakşlarında zütünü köyle balam. Sen şunda kılsan ben senden. O dünya, bu dünya razı bolma canım balam. Ma'qul ana. Xotirjam bo'lma. Mevcut bulmaz anasız dünya, anılarsız hayat gülistan. Bu alemde ululuk ana, sanla mensup şeref şan. Qarang Mirshab begim, shu topda bizning umaq balalarımızın bir neçesi elçisi bitiri kepti Mayrada. Bizning jurt cho'nglaridan so'raydigan savolimiz bordi. Bizga ijozat berasizlarmi deb. Bu bek yaxshi ish bo'pti. Albatta mashrablarimizda ana shundoq o'z bosarlarimizni tarbiyalab olsak texmi yaxshi bo'ladi. Xo'sh, ularni saknik taklif qilamiz. Xo'sh, unda bo'lsa, qani mush tovandan mashrab ahlinichidan qaysi yurt cho'ngimiz mushu balalarimizga boshlamchi bo'ladi ekan? Ana, bu yoqdan bir muhtaram chiqdi. Xo'sh, umaq balla, sizlarga ijozat. Qani
Sualinglar bo'lsa, bu buvimizdan so'ranglar. Assalomu alaykum buva. Va alaykum assalom bolalarım. Bizning 2 savolimiz bor. Birinchi savolimiz: Aytib bering bizga ey buva. To'g'ri yo'lning hikmatlaridan ozg'inlik unimidir yana. Barmu ajdod ibratlaridan. Tevfik yolu toğra yol balam. Bihudluktur azgınlık yolu. Bir hikmet var kulak sal ana. Bulay deysen elnin dulduli. Qandaq yaxshi o buva? Biz muallim yurtlarda mektep açımız. Halkımızga yük yurut nurlar çarçımız. Biz tanlangan yolumuz saadet yolu. Biz vatanın yenidin geçilgan gülü. Muhtimiz evlatni yemiten bilen. Usta bulsun mektepnin resulgan gülü. Menbe buldu irfanga yurtumuz atuş. İrfan bilen geçilgan saadetimiz. Voh, qo'ltiz. Nima degan jangovar aytilgan naqsha bu? Bu kimning naqshasi buva? Bu naqshida rostmi to'g'ri yo'l ko'rsatilgan ekan. Bu o'tgan asrning boshlarida yurtimizda tug'ilgan, ma'rif ishlarimiz uchun o'zini bag'ishlagan Mantili apandining misralari bolalarım. Ma'rifat marshi nomli bu naqsha 1934-yili yurtimiz Atush va Atushga yaqin yurtlarda yangrab, butkul elni zilzilga solgan. Mantili apandi shu yillarda Oltin Atushning 24 kentida 24 maktab qurgan. Men dadamdan bu ishlarni anglagan. Demak, to'g'ri yo'lni bilib oldik. Buva, bexudlik yo'li-chu. Nadallık, taşaklık, hurafatlık hem. Uğurluk, bekarçılık başka bular hem. Okumaslık, okutmaslık en çok bexudluk. Bexud kişi xorlukta yaşaydı her dem. Bilib oldik buva. Endi ikkinchi savolimizni anglang. Mening dadam yurt ichida bek cho'ng sodigar. Necha yerda qo'ru joyi yerga o'tigar. Mening dadam bir hunar va qaltis bir kishi. Qayil qillar el avomni qilgan har ishi. Mening dadam ilm bilan yurtqa to'nilgan. Ajr mehnat tari elning tilida daston. Xo'sh bolalarım, sizlarga dadonglardan nima qoladi? Dadam topgan boylik bilan sulkat qolidu. Avvodimga yetgudak shukrat qolidu. Namamili jan dadamning mang'imu miras. Taqirlikman manga shunda hurmat qolidu. Mal dunyodan nom amaldan hech tamoyim yo'q. Yaxshi xuluq ham ilmdan zinnat qolidu. Qiyni deb beqinga buva, qaysimizga qoldirilgan miros eng qimmatlik? Bilim baylık ulga daylaşmaydıgan. Uğri hem qaroqchi alalmaydigan. Katta miras bilim ezeldin. Elni xorliqda qoldirmaydigan. Katta miras bilim ezeldin. Elni xorliqda qoldirmaydigan. Bildik buva. Demek baylık, namnatli ve vakitlik. Lekin ilim mengülük. Demek boyning bo'lsin o'qish kerak, nomratning bo'lsin o'qish kerak. Shundaqmi buva? Barakallah bolalarım, to'g'ri aytdinglar. Biz silahız irfan bilen nurluk yolumuz. Şicaetten bina buldu mezmut ulumuz.
yeni evlat buldu. Mərifət yurti Atış diyaridagi aziz qavm qarindoshlar. Bizning ikkinchi qism mashrifimiz Atışning tog'larida, bog'larda, chiroyli qo'ylilarda suratga ilindi. Biz kelar hafta yana Atışda jam bo'lamiz. Altın tininglar aman bo'lsin. Allah